Ahli ilmlar Allohning oldida javob berasizlar. Haqni aytinglar, yashirmanglar. Ya'ni iqtisod dunyo ahllari zakotinglar va yordaminglarda Falastin ahliga yashirmanglar, xasislik qilmanglar, beringlar. Harbiylar Allohning oldida javob berasizlar. Siyosatchilar, blogerlar Allohning oldida javob berasizlar. Faqat reklama qilib o'tiravermanglar. Mana bu holatni, pastkashligini, yomonligini odamlarga yetkazib berishlik vazifanglar bor. Rahbarlar Allohning oldida javob berasizlar. Allohning oldida javob berasizlar rahbarlar. Mana bu agarda sukut saqlab indamasdan tursanglar, ana shu Netanyahu va uning armiyasi bilan birga bitta safda jahannamda kuyasiz. Rahbarlar, ko'zinglarni ochinglar, Alloh uchun eslataman. Bunga norozilik kayfiyatinglarni qo'linglardan kelganini qilinglar. Bu ulamolar hay'atining fatvosini aytyapman. Bugungi kundagi Falastinda o'layotgan har bir go'dayning qonini arab rahbarlarini va musulmonlar yurtlarining rahbarlarining qoni Netanyahuninki bilan bir qildi dedi. Agarda u safdan chiqib qolay, ertaga abadiy oxiratda Robbim huzuriga borganda najot topib qolay deydigan bo'lsanglar, esinglar borligida dininglarga qaytib olinglar va nomusinglarda, dininglarda Allohning hukmiga qaytib olinglar. Bu eslatma. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.